sizga biror ish bo'lmagandi? Men bo'ldilar. Qaraganda ko'nglingizga ishni menga deyishni xohlamaydi ekansiz-da. Yo'q, undaq emas. Nodira shu Men bilaman. Siz azaldan ish bo'lmasa, meni tamoq taklif qilmaysiz. Agar men yordam qiladigan ish bo'lsa, tatinmay davering. Qo'limdan kelsa sizga yordam qilaman. Nodira, bugun men asli u gapining oxirini chiqara olmay doduqlab ketyotdi. Nodirami uning nima demoqchi ekanligini aniq bilolmay, ortiqcha so'rashning o'rniga jimjit mashinasining rolini siqimdig'incha oldiga qarab haydadi. Osmondan lapildab tushayotgan qor ushqunlari xuddi u izdemoqchi bo'lgan umid ushqunlaridek tinimsiz yerga singmoqda. Mana mashina Qaharning dodisiqimi oz qoldi. Qahar demoqchi bo'lgan gaplarni deyolmay, delg'uli bo'lsa, Nodira uning maqsadini o'tirg'i qo'ya olmaganidan bearam bo'ldi. Qahar shirkatning ish uchun kelgan bo'g'imidi? Yo'q, u bu so'zni mening oldimda tilga olmasin. U pul so'rasa, yordam qilsam bo'ladi. Biroq shirkatning ishida men aralashamayman. Nodira shu xiyollar bilan dojining oldiga kelganda, mashinasini to'xtatib, Qaharga qarab so'z kulimsirab qo'ydi. Qahar, uyingizga keldik. Bugun mehmon qilganingizga rahmat. ishqisi yo'q. Amsa keyin ko'rishaylik. Qahar mashinasidan tushib, qo'lini pulanglatib, dojining darvozasi tarafga mangdi. Nodira mashinasini yondirib, endi yo'l tarafga qayrilishiga mashinaning oldi aynikidan Qaharning doji darvozasi yonida 3 bilan parang'ishib turganligini ko'rdi. Voy, bayotiga hech kim ko'rinmaydi. Bu zodi nima ish? Nodira mashinasining suratini ostiltib turishiga bayqi uchaylan Qaharga esilib, uni sirtqa tortishtirg'ili turdi. Nim bu? Nodira darhol mashinasining keyniga yondirib, doj tarafga mangdi. Meni qo'yib etish. Xo'jayiningga deb qo'yish. Doja texi uning elkiga o'tmadi. Tez yo'qila ey. Bu dojicho xo'jayinning. Endi sen bu yerda tursan bo'lmaydi. U nachaylan Qaharni dojining so'l tarafidagi chimliqqa kuchab ittirdi. So'g'uq qishda chimliqqa yiqilib, o'z taqdiridan yerginayotgan Qahar ulag'i nafrat bilan tikildi. Ablaqli. Men sallani bo'sh qo'yib atmayman. Nodiraning mashinasi dojining darvozasi oldiga kelib to'xtadi. U mashinasidan tushib, yugurib yerda yotgan Qaharning yoniga kelib, uni yo'lidi. Nimish bo'ldi? Ular kim? Ular nimishqa sizni urdi? Qahar pushaymon aralashgan ko'zlarini Nodiradan ip qechib yonga qarab oldi. Nodira uning gap qilishdan o'ng'aysizlanayotganligini bilib, asta o'rindan turib, yonda qarab turgan uchaylanga qaradi. Sizlar nima odam? Nimishqa bu yerda jidal chiqirsizlar? Siz uning nimasi, ha? O bizning xo'jayinga qaras. Qimar o'ynab bodajini xo'jayinga uftirvatdi. Bugundan boshlab bodaja xo'jayinga tava. U tursa bo'lmaydi. O pulinglarni qaytarmayman demadi-ku. Nimishqa uni bu so'g'uq qishda uydan quvlab chiqirsizlar? Buning bilan bizning karimiz yo'q. Biz faqat xo'jayinning buyrug'i bilan vazifamizni o'rindatamiz. Hozir bodachining uyg'iti xo'jayinning qo'lida. U har qanday vaqtda bodachini tortib olishga haqliq. O'lgur Ali. Meni bir kunmi uyimda turg'ilib qo'ymaganini qara. Bu yuzsiz ablaq. Qahar pulni qaytarmayman demadi. Bu uy uning uchun bek muhim. Bundaq bo'lsin. U bugun mush yerda qo'nalg'u qilib tursin. Pulning ishini men hal qilib berman. Xo'jayiningizga aytib qo'ying. Men 1-2 kun ichida pulg'i bodachining yer xetini almashtirib, Qaharning barliq qarzini to'lab etaman. Mushunda qilsaq bo'la? U uchaylan bir-biriga qarishib maslahatga tushdi. Qahar bo'lsa, beshini ko'tarib, Nodiraga qarab, xuddi uni tunji qitim ko'rayotgan qutqazg'uvchidek his qilmoqda edi. Biz xo'jayinga telefon qilib so'rab baqayli. Vay, xo'jayin, Qaharning uyini bir qiz pul orqali setib olmoqchi bo'ldi. Buni qanday qilsak bo'ladi? Ha, ma'qul. Xonqas, xo'jayin qo'shildi. Amsa ata yoki uygun xush xabaringizni kutamiz. Agar bu 2 kun muktat ichida pulni bersangiz, bu dacha xo'jayinga tava bo'ldi. Yuringlar, biz qaytaylik. Bayqi yigit yendi turgan ishkaylarni elib, dojining so'l tarafiga to'xtatib qo'yilgan qari mashinasiga chiqib ketib qoldi. Nodira ularning qarshi yutgandan keyin asta keyniga burilib, yerda o'ltirgan Qaharga qaradi. Yer so'g'uq, tez o'rningizdan turing. Qahar Nodiraning oldida
bundaq o'sal bo'lishni o'ylabmı baxmag'achqa, beshini ko'tarib, onunğa qarashqımı rayi barmay jimib qoldi. Nadira asta onun yeniga kelib, qo'lini sundi. Tez turing a. Qandaqli ish bo'lsa birga hal qilayli. Kechiring. Asli sizga bundaq holatimni ko'rsatgim yo'qdi. Asli bugun mendan yordam so'rab chaqiribdi ekansiz-da. Nimishqa ochiq gapni qilmaysiz? Men shu xijil bo'ldim. Bu turqingizni bekli yoqtiraman. Amaliyotda erlarning ojizligi bor. Ba'zi ayollar erlarning ojiz tarafini ko'rishni orzu qiladi. Bundaq bo'lganda ular o'tirsidagi hissiyotni ifodalash tabiiy oddiylashidi. Qahar, sizni burundan yaxshi ko'rib kelgan edim. Biroq men boshqa qizlardek tashabbuskor emas. Uning ustiga sizmi bekakavur. Azalda menga ko'nglimdagini dadil jur'at bilan ifodalashga fursat berib baxmadingiz. Bugungi bu holatingiz meni qaytadan sizga eg'iz etishga jur'at ato qildi. Gerçi siz yordamga muhtoj bo'lsingizmi, men ko'nglimga olmayman. Uyning ishidan siz g'am qilmang. Men sizga yordam qilaman. Qahar turmushdan huzur elib, qizlarning illiq muomalasiga ko'nib ketgan so'latvoz bo'lsa-mu, hozirgida qadrsiz, hatto ko'chada bir parcha axlatdek tashlanib qolgan shu daqiqada azaldan ko'ngil bo'lib baxmagan bir qizning o'ziga bergan ishonchdan dili to'limi suyunmoqda edi. Nadira, siz mendan nafratlanmamsiz? İnsan gahida mushundaq ig'ir sinoqlar orasida o'z qadr qimmatini, shundaqla o'zi yo'qotgan qimmatli narsani his qila oladi. Agar siz meni yo'qotgan qimmatim shu deb o'ylasangiz, men siz uchun qaytadan qurbonlik berishga rozi. Azaldan ko'ngil bo'lib baxmagan bir qizning o'ziga bergan ishonchisidan dili to'limi suyunmoqda edi. Rahmat sizga. Bugun siz menga yordam qilib qolmay, meni g'aflatdan uyg'otdingiz. Men rostilla o'z qimmatimni topdim. Shundaqla o'zim yo'qotgan qimmatli boyligimni topdim. Qaharning tugunmas ziddiyatga to'lgan qalbidagi barliq tugullar yeshilgandek, Nadiraga tikilgan ko'zlarida ishonch ham tatliq bir muhabbat to'kilib turardi. U Nadirani chin quchoqlab oldi. Nadira Qaharning illiq badaniga chaplashgan qo'llarini ustiga tushayotgan qor ushqunlariga tutdi. Hay qor, bu hayotimdagi g'oyibiy tushum. Qahar Nadirani o'ziga qartib, uning so'g'uqdan qizirib ketgan qo'llarini olqiniga elib, og'ziga yaqin akilib xo'rdidi. Qo'lingiz bek to'nlab ketibdi. Birdam uyga kirib isinib oling. Nadira so'z kulimsirab, beshini ling'ishtib qo'ydi. Ular bir-biriga tatliq beqishqincha qo'l tutishib dachiga kirib ketishdi. Javlon Qaharni opirib qo'ygandan keyin Odilaga telefon qildi. Biroq Odila telefonni olmadi. Odila tushtilgan Baxtiyorning shahar sirtidagi dachisiga bordi. Balkim u texnichi shu yerdimi? Nimishqa telefonni olmaydigan. Javlon Odilaga yana bir ish bo'lib qilishdan ansirab, mashinasini asta haydab mengayotdi. Yengili ushqullab tushayotgan qor ushqullari uning mashinasining aynigiga tegish bilan suv bo'lib erib ketadi. Qalb dunyosidan xo'shallik izlayotgan har qanday bir yosh turmush sinoqlari jarayonida o'zi so'ydigan ham ishindigan birsiga muhtoj. Mana bu qishdagi tunji qorni ko'rganingizda qalbingizda qorish tarafga bo'lgan tatliq tuyg'ularingiz uyg'onmay qolmaydi albatta. Javlon shahar osmonida hangi kabi hayvat bilan o'z hukmisini yurgizayotgan sonsiz qor ushqunlarini zaminga yipinch qilib to'kayotgan bulutlarga qaradi. Turmush nimishqa egispas davomlashadi. Qoida ishlarim o'ng'a tassa, ko'nglim tatgan odam mendan yiroqlashadi. Qoida ishlarim keyniga qarab mangsa, men suygan odam yonimda bo'ladi. Bugundan boshlab shirkatning ishlarini retiga silib, ma'lishimda ishonchim bor. Biroq aqida bo'shlig'im yana quruq qoldi. Javlon uyining qo'rusi oldiga kelib to'xtadi. U mashinasidan tushmay, jimib o'ltirib, osmonga qarab xiyolga patdi. Tuyuqsiz uning telefonni jiranglab, uning xiyolini bo'ldi. Javlon telefoniga qarab bir pas turib ketdi-da, telefon jiranglashdan to'xtashga oz qolganda telefonni oldi. "Hey, yaxshimisiz?" "Ha, yaxshimisiz Javlon uka. İşleriniz oңushli bo'lib, ko'nglingiz joyiga tushgandi." Albatta shundoq bo'ladi-da. Qanday, Ali apandi? Menda bir muhim ishingiz bormidi?
Haqiqatan tuz yigitkansiz. Men Qaharga qaraganda sizni bakrak yoqtirdim. Siz har shirkatda bo'lsangiz, hamma ishlar yaxshilanib ketadi. Maqtığınızğa rahmat. Biroq siz meni tabriklash uchun emas, boshqa ish uchun izzidingizga deyman. Javlon uka, siz bilan ayrim o'ldirib paranglashgan bor edi. Balkim siz meni niyat yomon deb o'ylashingiz mumkin. Biroq men sar shirkati bilan hamkorlashishni chin ko'nglimdan xohlaydim. Bo'pti. Bu qaytam fursat bo'lmadi. Keyin hamkorlashib kelishimizni umid qilaman. Biroq siz bilan do'stlik qilishimda shaxsiy g'arizim yo'q. Vaqtingiz yetsa, savdo to'g'risida fikrlashsak. Ali aka, siz yoshda mendan cho'ng, dadamdek odam. Siz bilan do'st bo'lib qilish rostila tez. Biroq ko'nglingizni tushundim. Agar shahar shirkati bilan hamkorlashish o'yingiz bo'lsa, biz bu tarafini o'ylashib baqsaq bo'ladi. Amisi bo'pti. Sizni ovar qilib qo'ydim. Keyincha paranglashish fursati bo'lib qolar. Bu qiyratulka yana nima shumliqni pilalayotgan. O qaharni patqa qitiqdi. Endi menimi o'zsin, endi menimi o'z sanimiga testay debdi-da. Javlonning ko'zlarida masxirlik kulki jilvlandi. Soğuq qish judulluq nashtrini chiqarib, o'z hukmini yurgizayotgan mushu soğuqda Odila ko'chada yolg'iz piyoda uyga qarab, xiyolchan ketib boratdi. U tushdan keyin Baxtiyorning dachisiga berib, uning qizini ko'rgili borgan. Biroq dachida odam bo'lmag'achqa qaytib kelgan edi. Odila kechki tomoqni shahar ichiga yaqin joydan yeb, piyoda ko'cha orlig'ach kech kirish bilan uyga qarab mangdi. Shu topda uning qalbimi shunchalik qo'p-quruq bo'lib, xuddi bu shahar uningga notonish tuyg'u berib turadi. Turmush to'limi inchga bir hikoya. Har bir personaj turmushdan huzurlanishni bilmasa, u yolg'iz qoladi. Odila bahor shamol uchirayotgan, omut chechaklarda kirpiklarga qo'nayotgan qor ushqunlarga qarab, cho'nqur o'ksinib qo'ydi. U xili uzun mang'ashqa putining osti qizib, qo'llari so'g'uqdan cho'kida qetib ketgan edi. Odila yo'lning qarishig'i o'tay deb turishiga, yendin shamoldek tezlikda o'tgan mashina zarbisidan kayniga 2 qadam dojib ketdi. U yurkini chin qamolladi. Qandaq mashina haydash bu? Uning ko'zlari yiroqlab ketgan qora mashinasiga tikildi. Odila ko'chalarda sanoqli qolgan odamlarning jinik tivishlarini tingshig'ash, qo'rusiga yaqin qahvaxonaning oldiga keldi. Odila qahvaxonaning derisidan ichida o'ltirgan bir necha qiz yigitlarning paranglashib o'ltirganiga tikilib, joyda birpas turib qoldi. U umidsizlangan ko'zini u tarafdan yo'tkab, yana yo'lni davomlashtirdi. Muzda qor yalg'an yuzlari, so'g'uqdan ko'kargan, xo'shallikdan asarmi yo'q, mung bosgan ko'zlarida cho'nqur bir alamning soyasi ko'rinib turgan Odila ig'ir besiq nafas elib, oxiri o'z turishda qo'rug'i keldi. Qo'ru atrofimi jimjit bo'lib, bir mashina qo'ru ichiga kirib ketayotgan edi. Odila qo'ru darvozasidan kirib turishiga telefon sayridi. Telefonni Javlon qilgan bo'lib, Odilaning telefonini alg'usi yo'qmi? Ekrandagi Javlonning nomerini ko'ribla, telefonning ovozini pasaytib ichiga qarab mangdi. U uyga kirib ustidagi qalin paltoyni silib, o'zini krosloga tashladi. Odila zerkib televizorni ochdi. U bir necha kanalni yo'tkab, moda iqim xabarlari kanaliga qo'ydi. Ekranda chet elning moda kiyim-kechak ko'rgazmasi qo'yilayotgan edi. Ko'rgazma oyoqlashganda qamlashgan bir yigit bilan Sayib Jamol bir qiz qo'l tutishib sahnaga chiqdi. Ular bir-biriga tatliq kulishib qo'ygandan keyin ikkalan ko'pchilikka egilik tiklash jarayoni va muhabbati to'g'risida qisqacha so'zlab o'tdi. Ko'pchilik ularning muhabbatlik hayot musabbisidan ta'sirlanib, olqishlarini yangratdi. Odila ularga qarab Dilmuratni eslab qoldi. Nima uchun reallikdagi ishlar kinolardagidek yaxshi oyoqlashmaydi? Nimishqa real dunyodagi hikoyalarning xotimasi yo'q? Odila ko'zlariga yangi qo'ngan yoshni barmoqi bilan surtib tuyuqsiz uning telefoniga tirik qilib uchur keldi. Odila telefonni elib qaradi. Uchur undidordan kelgan bo'lib, Shahyorning uchuri edi. Odila uchurni ichib ko'rdi. Odila, uyingizga qaytib keldingizmi? Sirt so'g'uq, kechqurun. Menga ko'ngil bildigan odam siz emas. Men menga ko'ngil bo'lishni orzu qiladigan odamdan ayrildim. U hayotimning bir qismini ep ketdi.
Әмді xiyali düşümdeki bəxtlik turmuşdan tamayım yo'q. Odila, siz bilan yaxshi do'st bo'lib qolg'im bor. Agar uchurimni ko'rgan bo'lsangiz, menga uchur qaytaring. Odila uchurni yuyivatdi. Odam bək qiziq bo'ladi ekan. Yenida söygan odami turib, boshqalarga ko'z tashlaydigan. Dilmurod, siz ilgari o'ch elish uchun obidadan foydalangan edingiz. Biroq siz qilganlaringizning jazosini tatdingiz. Menga qarang. Men siz yo'q, bekli yig'ada qoldim. Bu shaharda boshliqdek makonim bo'lsa-mu, menga davr surgidek qudratim yo'q. Agar siz hayot bo'lgan bo'lsangiz, ikkimiz xuddi kinolarda qo'yilayotgan ashu bir jup yoshdek bu g'oyiviy shaharda o'z g'oyimizni amalga oshirgan bo'lardik. Odilaning ko'zlaridagi yosh mangizni bo'ylab sirg'ib tushdi. U televizorni o'chirib o'tib, hujrasiga kirib karvatga o'zini tashladi. Soğuqda to'la mengib talgan putlari serqirab og'rib, cho'kida qizargan qo'llari illiq harorat ta'sirida amborda qisqanda qizirib og'raydi. Odila yerib qolg'achqimi ko'zi uyquga ilindi. Karvat ishkovi ustidagi telefon jiringlab, Odilaning amdili uyquga mangan kayfini uchirib etgan bo'lsa kerak. Xo'sh shaqmagandek telefon ilishdan erinib yotqanni beshiga burkib oldi. Telefon üzülgandan keyin amdila tinchlangan Odila asta yotqanni qayirib, qo'llarini erkin tashlab uyquni boshladi. Texi 5 minut bo'lmayla eshik qo'ng'irqi chelindi. Odila beshini ko'tardi. Kimdi bu kechida? Javlon, acaba u kamigandu? Odila o'rindan turib mehmonxonaga chiqdi. U eshik yeniga kelib eshikning mush ko'zidan sirtiga qaradi. Darvaqa eshik sirtida Javlon turardi. Odila eshikni ochdi. Javlon Odilani ko'rib chiroyiga so'z kulki yuguratdi. Uyingizda borkansizg'o. Telefonni olmasang sizdan ansirab qopdimi? Ha, baldir kelgan. Uxlab qopdiman. Kirg'a.